Farzand tarbiyasi. Farzandlarning islom shariatidagi haq-huquqlari. Muallifi Ra'fat Farid Suvaylam. Birinchi bab balaning ma'nilik holatidan ilgirki haqlari. İslamның yüksek darajadagi hikmatli tuzumlari balaning hayotlik bosqichlaridagi barliq haqlarni o'z ustiga olgan. İslam balaning hech bir haqqiga sal qaramagan bo'lib, bala hayotlikqa ko'z ochishdan ilgari, balki bala texi ma'nilik holatga kelishdan ilgirla uning haqlariga ahamiyat bergan. Hatta u bala umurtqa bilan qo'vrug'i so'ngak orasidagi vaqtidami uning haqlariga ko'ngil bo'lgan. Şəriətni yol qoyğucu və hikmət bilan iş qılğucu zat Allah Taala'nın ayollarının öz jörüsünü tanlaşdakı prinsiplərini belgiləb berişi Allah Taala'nın bu haqlarga köngül bölgənliginin ifadəsidir. Şundaq bolğandala bundaq ayol müstəhkəm iman, sağlam tən və gözəl əxlaq asasıdakı bəxtlik bir ailəni qurub çıxalaydı. Balaning bu bosqichdagi ma'nilik holatdan ilgirki haqqi ayol orasida nikoh munosabati shakllangandan tortibla ularning har biriga yuklanadi. Bu bosqichda ayolning har biri ustida balaning nurg'un haqlari bo'lib, bu haqlarga samimiy ahamiyat berish har bir ayolning o'z jo'risini din asosida inchik tanlash orqali tamomlanadi. Dinimiz ayollarning bir-birini tanlashda qiynalib, gangrab qalmaslik uchun kishi ayolini tanlashda asoslangan qoida prinsiplarni va ayol kishi ham jo'risini tanlashda asoslangan ko'rsatmalarni o'ttirib qo'ygan. Ayollarning bir-birini tanlashning shartlarini o'ttirib qo'yishdan ilgari nikohlanishning Alloh taolo insonlarga yo'l qo'ygan ilohiy qonun ekanligini qistirib o'tishimiz loyiqdir. Nikohlanishning balaga xos bo'lgan hikmati. Nikohlanish insonning tabiati bo'lib, Alloh taolo insonni ana shu tabiat bilan yaratgan. Chunki u orqali nasllar uzilib qolmaydi. Zamin avatlashidi hamda nikohlanish yo'li bilan balaning dadasiga tutishadigan nasabi, miros, nafiqa va shuning o'xshash haqlari qo'g'dildi. Jamiyat nasabini bilgil bo'lmaydigan, ko'ngil bo'ladigan dadasi yoki onasi yo'q bolalarning barliqqa kelishiga sabab bo'lgan zinodan nikoh orqali tozalandi. Nikohlanish shariat yo'l qo'yilgan qonun bo'lib, u orqali balaning yaqin do'st yaronlari orasidagi inovati saqlab qolindi. Ota-onasining kimligini bilmaydigan va nasabi aniq bo'lmagan kishilarning o'zining insonlik izzat hurmatini yo'qotishdan sirt, qabih ishlar ichida tingirqab yurayotganligini ko'rib turibmiz. Alloh taolo insonlar orasida nikohni yo'l qo'ymagan bo'lsa-da, insoniyat jamiyati hurmatlari bo'lmagan va nasabsiz bolalar bilan to'shib ketgan hamda esil axloqliq nasablar qorinib, tasvirlash mumkin bo'lmagan buzuqchiliklar yamrab ketgan bo'ladi. Nikohlanishning hikmatlaridan yana ayol ikkisi farzandlarni yaxshi tarbiyalash uchun o'zaro hamkorlashadi. Ya'ni kishi o'zi xos xarakteri va kuchli badaniga mos keladigan ishlarni qiladi. Anamı özünün nazuq xarakteri və ayollar xas obraz bilan farzandlarını tarbiyalash, ko'ngil bilish orqali dada bo'lg'uchini to'liqlaydi. Mana bular ota-onalarning qalbidagi onalik va otalik his-tuyg'ularining kuchayishiga ergishib namoyon bo'ladi. Balalarni xotirjam hayotga va parlaq kelgusiga erishtirish uchun bu xil his-tuyg'udagi ko'ngil bilish va balalar uchun kechini bedor o'tkazishning yaxshi natijalarini olib keladiganligi hech kimga maxfiy emasdir. Nikohlanishning hukmi va balaning haqlari bilan bo'lgan munosabati. Nikoh balaning vujudga kelishidagi tunji qadam va asosiy sabab bo'lib, shariat buning hukmini bayon qilgan. Nikohlanishning fiqhiy hukmi haqida fiqhshunos olimlarning ko'z qarashlari har xil bo'lib, bir qism olimlar vojib desa, bir qism olimlar mubah degan. Yana bir qism olimlar mustahab deb qargan. Mazhab olimlarining ko'pchiligi uchinchi qarashning kuchli ekanligini o'ttirib qo'ygan bo'lib, ular ba'zi dalillarni keltirgan. Biz tuvanda ularni qisqacha bayon qilib o'tamiz. Birinchi dalil. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zining yeniq kelgan heliqi 3 kishining ichidagi o'ylanmasdan tanha o'tishni maqsad qilgan kishiga mundaq raddiya bergan. Men xotinmi olaman. Kimki mening sunnatimdan yuz o'rsa, u mendan emas. Ikkinchi dalil. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va butun sahobalarning nikohlanganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va butun sahobalar afzal bo'lgan ishlarni qiladi. Hargizmi arzimas ishlar bilan mashg'ul bo'lib, afzal ishni tark etmaydi. Uchinchi dalil. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yoshlar jamoasi oranglardan o'ylanishga qodir bo'la oladiganlar o'ylansin. O'ylanishga qodir bo'la olmaganlar ro'za tutsin. Chunki ro'za shahvatni kesadi degan. Hadisdagi al-ba'a degan so'z to'yliq chiqimlarga, uyning ishlarini qilishga va jima qilishga qurbi yetadigan bo'lish deganlikdir.
Demak, bu hadisdan nikohlanishning asli hukmining vojib emasligini bilib olg'ili bo'ladi. Chunki buyruq kalimasi vojiblikni bildirdi. Agar qarina, ya'ni qo'shimcha dalil mustahablikni maqsad qilganlikni uqtirsa, buyruq kalimasi mustahabni bildirdi. Oxirida shuni eskartimizki, nikohlanish payg'ambarlarning yo'lidir. Shunglashqa uning qiziqtirilgan bo'lib, nikohlanishni tark etish shariatda qiziqtirilgan amaldan yuz o'rganlik bo'ladi. Doktor Abdulkarim Zaydan mundoq degan: Bugungi kunda nikohlanishning hukmi vojibligi yaqinlashib qoladi. Chunki qalblarda dinning suslab ketishi, jamiyatning buzilishi va ozdirg'uchi omillarning ko'payib ketishi sababli musulmonlarning zinoga tushib qolishi xavfi bordir.